Bugun juda ham muhim va juda ham ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu haqida gaplashamiz. Bu o'z kasbingizda, o'z hayot yo'lingizda, aniqrog'i oliy ta'limdagi qanday qilib major tanlashni o'rganamiz. Ismim Adilxon Kempilov, hozir Gonkongdagi Lingnan universitetida to'liq grantda o'qiyman. Hamda IELTSdan 8.5, SATdan 1520 ball sohibiman. Ko'pchilik yoshlar kabi o'zim ham 2 yil oldin juda ham mana shu savol ustida bosh qotirganman. Chunki atrofimizdagi bosim juda ham kuchli bo'ladi. Uydagilarimizning kutuvlari, jamiyatning talablari va do'stlarimizning tanlovlari bizga qandaydir bosim beradi. Ba'zida variantlar shunchalik ko'pki, qaysi birini tanlash to'g'riligini bilmay qolamiz. Bugungi maqsadimiz ushbu videoda sizga mana bu narsa to'g'ri keladi degan savol javob topish emas, balki mana shu soha tanlash jarayoniga boshqa tarafdan qarashga yo'l ko'rsatib berish. Chunki mutaxassislik va major tanlash bu nafaqat universitetda imtihon topshirish, balki o'z hayotingizga ongli ravishda nazar tashlash va sizga bu yo'lda yordam beradigan o'z shaxsiy fikrlarim va taqdimotlarga asoslangan o'z maslahatlarimni beraman. Video ko'rishdan oldin eslatma, bizni 85% dan ortiq insonlar obunasiz tomosha qilayotgan ekan. Keyingi kontentlardan qolib ketmaslik uchun va bizni kanalimizni yanada kuchliroq qilish uchun kanalimizga obuna bo'ling va video yoqgan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozing. Albatta bu videoga like bosing. Biz foydali kontent qilishda davom etamiz. Birinchi qadam bu Ikigai framework. Birinchi maqsad o'zingizni anglab olish. Kimsiz, nima qilmoqchisiz va ushbu narsa uchun bizga yaponiyalik falsafadan Ikigai framework yordam beradi. Ikigai, men nimani sevaman, dunyoga nima kerak, men nimani yaxshi ko'raman va men nima yaxshi to'laydi degan savollarga javob topish va Ikigai, yaponiy falsafa, yashashdan maqsadni topasiz. Va men nimani sevaman, o'z intereslarimni ko'rsatib berib, o'z mana shu savollarga o'zim javob berib, qanday qilib soha tanlaganimni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Birinchidan, nimani sevaman? Men ta'limni sevaman. Ta'limga asoslanib qandaydir impact qilishni juda ham sevaman. Insonlarga hozirgi paytda IELTSdan yordam beraman. O'sha IELTSdan yordam berganim bu qayerdadir ularning maqsadlariga, kelajakdagi yo'llariga yordam berish, kelajakdagi oliygohlarga kirishga yordam berishdir. Ta'lim. Undan tashqari men juda ham siyosatni sevaman. Siyosat bu juda ham qandaydir insonlarning hayotlarini o'zgartiradigan narsa va juda ham policy makerlardan havas qilib, qanday qilib kattaroq impact qilishga, yordam berishga juda ham havas qilaman. Shuning uchun ta'lim va siyosat. Undan tashqari insonlar bilan juda ham yaxshi communicationni qilishni yaxshi ko'raman. Va albatta bu content creation. Content creation o'zi 1 yildan beri qiziqishni boshlaganman. Mana shu 4 ta narsa bu meni nimani sevaman degan savolimga javob topish. Va nimani sevishim juda ham muhim. Mana shu ta'lim, siyosat, communication, content creation va content creationdan o'z g'oyalarimni, o'z maqsadlarimni va o'z yo'limni dokument qilishga juda ham yaxshi hobby va bu juda ham kreativ hobby deb bilaman. Va potentially what we need to understand. Mana shu 4 ta savolga javob topdingiz. Undan keyin men nimada yaxshiman? Men gapirishda yaxshiman. Balkim o'zbek tilimja mukammal darajada bo'lmasa ham, men o'sha o'zbek tilini ustida ishlab, nutqimni rivojlantirishda juda ham yaxshiman. Birinchisi, men ingliz tilida zo'rman. Ingliz tili. IELTSdan 8.5, SATdan 1520 va test taking qobiliyatlarim juda yaxshi rivojlangan. Ingliz tili. Undan tashqari gapirishda yaxshiman. O'zbek tilim mukammal bo'lmasa ham, o'zimning g'oyalarimni insonlarga yetkazishda skillini rivojlantirganman. Va albatta bu communicationni bo'tgan qo'ysa bo'lar ekan, insonlar bilan gaplashishda, diplomatiyada men o'zimni yaxshi deb bilaman. Endi bu self analysis, bu juda ham personal ketib qolishi mumkin va bu qanaqadir 15 minut o'tirib bu 4 ta savolga javob topish emas, balki bu juda ham katta prosess. O'shaning uchun ham siz qandaydir mana shu 2 ta savolga javob berib, keyin mana bu savolga o'ting. Keyin dunyoga nima kerakligini anglab yeting. Hozirgi market dynamics, marketda qanaqa o'zi talabchanlik, napример, siyosat o'qimoqchimisiz? Nimaga siyosatda o'qimoqchisiz? Siyosatda yaxshi pul bormi? Yoki siyosatda qanaqadir yaxshi impact bera olasizmi? Yoki siz marketing o'qimoqchimisiz? Zapusklar bilan shug'ullanmoqchimisiz? Qanaqadir ekspertlarni olib kattaroq darajaga chiqarmoqchimisiz? Shu savollarga javob topish juda ham muhim va o'sha bu yerda nimani sevaman va dunyoga nima kerakligini qo'shsak, sizning missiyangiz paydo bo'lishi mumkin. Va nimani yaxshi ko'raman va nimani sevaman deganni qo'shsak, ehtiros paydo bo'lishi mumkin. Va missiya bilan ehtirosni qo'shsak, bu shaxsiyatingizni ochib berishi mumkin.
Va albatta nima yaxshi to'laydi? Pul juda ham zo'r resurs va bu sizga freedom beradi. Location freedom, time freedom va juda ham katta freedomlar va yo'llarni ochib beradi. Shu nima yaxshi to'laydi? Hozirgi paytda AI startaplarda yaxshi pul qilsa bo'ladi va shu narsaga e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolaman. Juda ham ko'p resurslar bor. Qaysi sohada o'qisangiz, qancha topishingiz, lekin baribir o'zingizga qarab maslahat beraman. Pulni orqasidan quvlash emas, balki o'sha mening tanlashda. Lekin, например, faqat mashina oladigan bo'lsangiz, men faqat pulni orqasidan quvlayman desangiz, men uchtasiga qaramasdan, oxir-oqibat pul sizga mening bermasdan kasbdan zeriktirib qo'yishi mumkin va ma'no yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuningdek, hammasini birga qo'shganda nimani yaxshi ko'raman, nima yaxshi to'laydi, bu sizning kasbingiz bo'lishi mumkin. Keyin karyerangiz. Bu yerda g'alatiligim bor. Har odamning o'zining specific knowledge bor. Specific knowledge deganda bu qandaydir kitobda o'qib, bu specific knowledge topmaysiz, balki o'sha life experiencelarda o'zingizga qanaqadir nurture bo'lib, o'z hech kimda topa olmaydigan knowledge hisoblanadi. Va maslahat bergan bo'lardim, mana shu yerda g'alatiligingizni, specific knowledge izlashda oyingiz bilan yoki dadingiz bilan yoki yaqin o'rtog'ingiz bilan gaplashib ko'ring. Chunki uydagilar bilan biz boshqa versiyamizni ko'radi. O'sha tug'ilib o'sgan paytimizdan boshlab, mana shu hozirgi paytimizgacha ular bizni ko'rib chiqqan. Balkim siz bilmaydigan narsalarni uydagilaringiz biladi. O'shanda bir savollar ber o'zingizda yanada yaxshiroq, chuqurroq bilishga harakat qiling. Va albatta, hammasini qo'shganda bu sizga yashashdan maqsadni beradi. Ikigai. Va meni analizimga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ta'lim, siyosat, communication, content creation, ingliz tili, gapirish va qanaqadir digital product qilishda ham sekin-sekin o'rganib kelyapmiz va bu narsa menga mana shu educational policy siyosat majorni bergan. Va hozir men government and international affairs o'qiyman va mastersimni educationda qilmoqchiman. Va kelajakda educationga juda ham katta hissa qo'shib, yanada yaxshiroq digital platformalar qilish maqsadim bor. Ikkinchi etapga keladigan bo'lsak, bu o'z shaxsiy fikrimni aytib bermoqchiman. Men juda ham qiynalganman. Hozir qaysi sohani tanlash bo'yicha, finansiyadan, moliyadan ketaymi yoki siyosatdan ketaymi yoki ekonomika qilaymi yoki umuman universitetda o'qimaslikmi yoki qanaqadir biznesmi. Shunaqa ko'p savollar bo'lgan va albatta bu yerda ota-onamning va ustozlarimning yordami juda ham katta bo'lgan. SAT Tashkentda o'qirdim, SAT tayyorlanayotgan paytim va Asad aka degan inson menga juda ham katta yordam berganlar. U aka bilan Yunusobod Shahristondan chiqardik, sekin Yunusobod o'sha 19-kvartalga borardik. Aka bilan gaplashib ketardik peshkom, 20 minute, 30 minute walk. Va o'sha yerda juda ham katta insightlar bergandi aka. Aytgandilarki, sohani tanlamoqchimisiz, o'zingizni har xil sohalarda ko'ring. Bu narsa sizga qanaqadir почувствовать, you just feel that mutaxassis o'sha majorni почувствовать qilishga yordam beradi. Va shu narsani anglab yetib, men o'zimni moliyada ko'rganman, men o'zimni siyosatda ko'rganman, o'zimni logistika sferasida, supply chain managementda ko'rganman va oxirida o'zimga qandaydir Polarix juda ham yaqin kelgani uchun Polarix tanlaganman. Va ushbu maslahat sizga ham juda ham foydali bo'lishi mumkin. O'z sohani tanlamoqchimisiz? Bu albatta sizga muhim. Men, например, logistikaga qiziqayotgan paytim bor, logistikada internship qilganman. Like family connection ishlatasiz, qayerdadir internship olasiz. Va internship qilib, o'tib, ya'ni o'sha 3 oy ishlab, men anglab yetdimki, hayotim davomida 10 yildan keyin mana shu logistika bilan shug'ullanmoqchimanmi degan savolga yo'q javobini topib, bo'ldi, ketdim logistikadan. Chunki bu narsa menga qanaqadir meaning bermaydi va pulni orqasidan izlab, qandaydir meaning yo'qotishdan juda ham qo'rqganman. Va sizga ham maslahat, siz karyerangizni qurmoqchimisiz? O'zingizni qandaydir boshqa sferalardan ko'ring va anglab yetishingizga juda ham katta yordam beradi. Va oxirgisi do'stlar, juda ham qiyin bo'lishi mumkin, lekin anglab yeting. Siz bitta hozir major tanlab, hayotingiz yo'lida davomida bu oxirgi va butun hayotingiz davomidagi kasbni tanlamayapsiz. Siz balkim hozirgi intereslaringizga, hozirgi qiziquvchan narsalaringizga asoslanib qandaydir major tanlayapsiz o'sha universitetda o'qish uchun. Maqsad bu yerda qandaydir o'z hissiyotlaringizni, o'z specific knowledge-ingizni yaratib, boshqa sferalarga ham o'tib ketish. Hozirgi zamonda men o'ylashim bo'yicha bitta bir umrlik kasb tushunchasi yo'qolib qolyapti. Amerikadagi taqdimotlarga ko'ra, odamlar o'z faoliyati davomida o'rtacha 5-7 marta kasbni o'zgartiradi. Shuning uchun hozir biror narsaga qiziqyapsizmi, o'sha narsani orqasidan keting. Va 5-6 yildan keyin, kerak bo'lsa 10 yildan keyin qiziqishingiz pasaygan bo'lsa yoki so'ngan bo'lsa, no, don't worry about that. You can just change your direction. Tipa bu narsani qanaqa bu specific knowledge yaratasiz, bu yerga o'zingizda qanaqadir qo'shsangiz bo'ladi. Tipa qanaqadir law o'rganib, keyingi IT ga o'z contributionlaringizni qilsangiz bo'ladi. Yoki hozir qanaqadir Powerx o'rganib,
keyin biznesga o'tib ketsangiz bo'ladi. O'z bir-birini qanaqadir complementary knowledge o'rganishga harakat qiling. Qo'rqmang va hozirda nimaga qiziqyapsizmi, o'shaning orqasidan keting. Yo'l-yo'lakay o'rganib ketaverasiz. Like learn along the way. Xulosa qilib aytganda, major tanlayotganda o'z passioningizga qarab tanlang va uni yerda bu juda ham muhim. Siz qotgan sohangizda o'qisangiz, doesn't matter, butdan tipa Forex o'qib turib, kelajakda politician bo'lasizmi? It doesn't matter. Bu yerda yaxshi inson, aqlli inson bo'lishga harakat qiling. The point is that bir tanlovingiz umr davomida o'zgartira olmaydigan tanlov emas. Bir narsani o'rganib, keyin spokойно boshqa sohalarga ham o'tib ketish maqsadi bo'lishi mumkin. Va nihoyat, o'zingizni yanada yaxshiroq tushunish uchun men juda ham o'zimga yordam bo'lgan quiz tayyorlab qo'yganman. Ushbu quizni linkini olib Telegram kanalimga joylayman. Ushbu videoni ko'rib olib Telegram kanalimga o'tsangiz, o'sha yerda quizga havola bo'ladi. Bu quizda o'z mutaxassislaringizda mana shu Ikigai framework bo'yicha anglab yetasiz va kelajakda o'z yo'lingizni topishda yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmang va bizning kanalimizga obuna bo'ling. Keyingisida ko'rishguncha.